Dajjal uni fitnaga solib, yonidagi kishilarga aytadiki, agar men buni hozir o'ldirib, qaytadan tiriltirib bersam, meni sizlarning Robbingiz ekanligimga shubha qilasizlarmi deydi. Atrofidagi kofirlar yo'q. Agar sen buni o'ldirib tiltiradigan bo'lsang, seni Robligingga shubha qilmaymiz deydi. Shunda yigitni ushlab turadi, yerga yotkizib urdiradi. Ya'ni kaltaklashadida, meni Robbim deysan deganda yigit rad javobini beradi. Shunda Dajjal buyuradi. Yigitni yerga o'tkazib, boshidan arra solib, ikkiga bo'lib tashashadi. Ikkiga bo'lingan jasadini ikki chekkaga qo'yib, o'rtasidan Dajjal shunda yurib o'tadi. Yurib o'tadi-da, butun musulmonlar ham bu narsani, kofirlar ham kuzatib turadi. Dajjal bu ikki qismning o'rtasidan o'tib bo'lganidan keyin tur o'rningdan deb buyuradi. Shunda bir ajib bir holat yuz beradiki, ana bu ikkiga bo'lingan qismlar harakatlanib, biri ikkinchisiga yopishib, yigit tirik holatda tika turadi. Shunda yigitga qarab turib, "Meni Robbim" deb ayt deydi. Yigit aytadiki, "Seni Dajjal ekanligingga yanada iymonim ziyoda bo'ldi. Ey insonlar, bu bizlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar bergan Dajjaldir. Endi u mendan keyin hech kim o'ldirishga va tiriltirishga qodir bo'lmaydi" deydi.